Assalomu alaykum. Xorazmni to'ylarında intiqlik bilan kutiladigan sho'rtakni bugun uy sharoitida pishirishni o'rganamiz. Sho'rtagimiz uchun gashirlarimizni xorazmcha atib to'g'rab olamiz. Ovqatimiz uchun ishlatiladigan hamma masalliqlarimizni videoda ko'rsatilganini atib to'g'rab taxlab olamiz. Ovqatimizga xohishga ko'ra odam sonina qarab xohlagancha go'sht qo'shiladi. Qozonimizga yog'ni solib, go'shtimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Men go'sht ozgina suv qochirib pishirib oldim. Go'shtimiz pishgandan keyin yashil piyozimizni solib, ustidan suv solib, yaxshilab miltildatib, qaynatib pishirib qo'yamiz. Videoda ko'rsatilgan niyatib miltildab turgan yashillarimizni ustiga nonlarimizni taxlab, ustidan piyoz, bolgarskiy, pomidorlarimizni solib, xohishga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib, qapaqini 5 minut bostirib qo'yamiz. Yozin, qishin hammaga birdin yoqadigan sho'rtakimizni tovog'imizga solib, dasturxonimizga tortamiz. Yoqimli ishtaha!